YouTuberdan qolishim uchun kanalga obuna bo'linglar. Bruh. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Let. Bugungi videoda biz Nostak serverda yangi vibe bo'lgan narsada o'ynab ko'ramiz. Buni IP'si, mana IP'si. Qarang, vaqtingizni cho'q o'tkazing. IP kiringlarda va kommentariyada bo'ladi. Xo'sh, serverda nima bor? Boshlanishiga spawn va tug'ilish joylari juda ham zo'r yangilandi. Xo'sh, qayta spawn bo'lardi endi? Xullas, region bloklari ham yangilandi. Endi 5 ga 5, 15 ga 15, 30 ga 30. Mana ko'rishingiz mumkin, bilet. Mana Ostrovlar 1 sekund. 1 minute 6 sekund. Bo'ldi. Ishlamayapti tugmasi. Mana 20 ga 20, 10 ga 10, 3 ga 3. Mazza qilib o'ynashga zo'r server topdim. O'z birinchi videoyim ham shu haqida bo'lgandi. Endi yana nimalar bor? Bu yerda donat case'lar yangilanmadi. Xo'p, kitlar ham yangilanmagan. Avvalgidek turibdi. Lekin spawn juda ham zo'r yangilandi. Endi meteorit asteroidga o'rnatyapman. Nuda. Serverga yana nimalar qo'shildi? Bu yerda endi portal tipi mana ajoyib bo'lgan server va bu juda ham yaxshi server. O'zbekistondagi top 1 serverlardan biri bo'lib, bu anarxiyasi bilan mashhur. Lekin hab yo'q. Mayli, kiringlar va vaqtingizni cho'q o'tkazinglar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Agar 150 ta obunachi bo'lsak, o'zim ham doim qanaqasiga bu generalga nima kirga beraman. Hech narsa yo'q o'zimda. Hattoki narsa ham yo'q, to'g'ri. Setim ham yo'q. Ender chest. Mana shu narsalar bor. Xo'sh, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Agar 150 ta obunachi bo'lsak, bizga media yoki YouTuber ranki beriladi va like bosib qo'yinglar. Rahmat. Iltimos, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Mana media yoki YouTuber rank bo'lgan belyapti.